alaykum, qaddi baland, qadri baland aziz obunachilar. Mana ajoyib bo'lgan ishlarimizni ko'rib turibsizlar. Sizlarga to'liq va ma'lumot beramiz va to'liq va ishimizni ko'rsatib olib o'tib ketamiz. Ko'rib turibsizlar, qora qosh delarlardan bo'lgan yaltillashlariga va ranglariga e'tibor berasizlar va sepilish jarayonlariga e'tibor berasizlar. Bu orqa ko'rinishi ishimizda oddiy skromniy chiqqan ishlarimiz, ya'ni oddiy xo'jalikda ishlab chiqaramiz. Bu oldi ko'rinishi. Endi sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, razmerlarimiz 2,5 ga 3. Oyoqlar qattiq materiallardan tayyorlanadi, qayrag'och, yong'oq, chinorlardan tayyorlanadi. Ya'ni qolgan qismi sosnalardan tayyorlanadi. Materialni ham ko'rib turibsizlar, tozasidan ishlatilgan. Ranglarida ham mana sepilish jarayonlari ham chiroylab sepilgan. Oqizmay, netmay, ola-bula qilmasdan sepilgan mana. Ranglari ham firmaniki, yomg'ir, issiqqa chidamli, behijolat. İşimizga ham misol nima deydi, ishonarli. O'zimiz, ya'ni birinchi qo'limiz, o'zimiz ustamiz. O'zim tayyorlayman, ochig'ini aytganda. Savollar bo'lsa, ya'ni izohlaringizni shu kommentariyada qoldirishlaring mumkin. Savollaringizni to'liq javob berib o'tamiz. İşlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Sizlarda arzimagan mehnat, nima deydi, obuna bo'lib qo'yasizlar. İşlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, ko'rib turibsizlar, qora qosh delarlardan bo'lgan. Qo'llarni ham gulli qilib, chiroylab ishlatilgan. Laygalariga keladigan bo'lsak, 6 ta layga qo'yilgan, 11 santimetrdan terak-perak umuman aralashtirilmagan ishga. Shuni hisobiga ishimiz o'ta chiroyli va skromniy chiqqan. Narxlariga keladigan bo'lsak, aziz obunachilar, narxlariga keladigan bo'lsa, quyidagi narx 4 million 600 mingga dastlabkasi bor. Ya'ni 40 kilometrgacha dastlabki qilib beramiz. Hozir bu so'rimizning sohibi Beshariqdan, xudo xolasa bugun kechga olib borib topshiradiganmiz. Topshirish jarayonida bir videolarga olib chiroylab qo'yay degan maqsadda videoga olinyapti. İşimiz ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar, bitta like. Hammasi uchun kattakon rahmat. Tashakkur, tashakkur, tashakkur.